Assalomu alaykum obunachilar. Yangi obyektimizdan bitti inshaalloh Akfadan. Ko'rishinglar mumkin. Dubmakkodan. Zapchasalar hammasi Akfani o'zida. Materialimiz ham Akfa firmaniki mana. Eshiklar tashqariga ochiladigan bo'lgan mana. Shtapilar ichkarida mana moslama qilganmiz. Tashqari solinmagan shtapilar. Eshik tashqariga ochiladigan bo'lib. Ko'rishlar mumkin. Motomonimizda 3 yil oldingi qo'yib bergan ishlarimiz. Bunimiz ham mana zapchasalar hammasi Akfani o'zidan bo'lgan. Mana. Ishlar mumkin. Buni ham o'rtasidan 2 tomon ochiladigan bo'lgan. Eshiklari bu yangi qo'yganimiz. Arka tomonlari